Insonlar uzoq vaqt uyda qolmasliklari kerak. Hech narsa qilmasangiz ham uzoq vaqt uyda qolish miyani sustlashtiradi va ortiqcha o'ylashga olib keladi. Bu esa salbiy his-tuyg'ularni ko'paytiradi. Psixologiyada bu holat ruhiy rumination deb ataladi. Ko'pincha uyda ko'p vaqt o'tkazadigan odamlar jismonan dangasa emas, balki ruhiy jihatdan charchagan bo'ladi. Shuning uchun tashqariga chiqish, odamlar bilan ko'rishish istagi yo'qoladi. Hatto supermarketga borish ham qiyin bo'lib qoladi. Uzoq vaqt uyda qolish sizni yolg'izlikka o'rgatadi. Telefonni aylantirib o'tirish, tunlari uxlamay qolish odatga aylanadi. Keyin bo'sh xonada o'zingiz bilan ichki kurash boshlanadi. Siz dam olyapman deb o'ylaysiz, lekin aslida jimjitlik hayotiy kuchingizni asta-sekin so'ndiradi. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling. Insonlar uzoq vaqt uyda qolmasliklari kerak. Hech narsa qilmasangiz ham uzoq vaqt uyda qolish miyani sustlashtiradi va ortiqcha o'ylashga olib keladi. Bu esa salbiy his-tuyg'ularni ko'paytiradi. Psixologiyada bu holat ruhiy rumination deb ataladi. Ko'pincha uyda ko'p vaqt o'tkazadigan odamlar jismonan dangasa emas, balki ruhiy jihatdan charchagan bo'ladi. Shuning uchun tashqariga chiqish, odamlar bilan ko'rishish istagi yo'qoladi. Hatto supermarketga borish ham qiyin bo'lib qoladi.